Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bizning YouTube'dagi obunachilarimiz va bizni obuna bo'lmagan kuzatadiganlar diqqatiga. Videoni oxirigacha ko'ring. 10x minadigan odamlarda foydali bo'ladi degan umiddamiz. Mashinamiz 10x ko'rib turganinglardek mexanika versiyasi. Bu mashinani o'ziga xos ravishda parametrlariga mos qilib, xudo xolasa propanni eng yaxshi zapchaslar bilan qo'yib berganmiz. Mashinamiz blok upravleniyasi EMOS 32 ga to'g'ri Yevropa gaz bloklaridan. Injektorimizga keladigan bo'lsak, italyanskiy injektorda originali. Buni ham modelkasi chiqib ketgan akalar, juda ham xushyor bo'lasizlar. Yevropa gaz o'zining bloklaridan, Yevropa gaz o'zining одноразовый filtrlaridan va Nordic italyanskiy reduktorlaridan. Eng full variantida shular keladi. Eng qizig'i juda ko'p beriladigan savol. Bularda zapaskasi bilasizlar, dakatka kichkina bo'lganligi uchun zapaskasining o'rniga necha litrli balon qo'ysam bo'ladi degan savollar juda ham ko'p bo'lgan. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, zapaskasining o'rniga eng kattali balonni qanaqa holatda tushishligini ko'rsataman va ko'p ham cho'zib o'tirmagan holatda sizlarga ko'rsataman. Mana bu holatda zapaskasi mana, qaranglar, 1 minut. Zapaskasining kichkinaligini ko'ryapsizlarmi? Mana meni qo'lim shuncha bo'lsa, bilyapti. O'sha ekan. Bir so'z bilan aytganda eng kichkina bu. Buni hozir olib boramiz. Zapaskasining o'rniga bir ochib ko'rsatamiz. 61 litrli balonni tushirsa bo'ladi, lekin tushgan holati xuddi shunday bo'ladi. Taylari shuni izolyatsiya bo'ladi. Polkasini qo'yganingizdan keyin ko'tarilib qolishligi, shunchalik darajada ko'tarilib qolishligi mumkin bo'ladi. Agar zapaskasining o'rniga qo'ysa bo'laveradi, menga kerak bagaj deydigan bo'lsa-da, xuddi shunday holatda turbinasi ham, atmosferasi ham bir xil bo'ladi. Uni turbinasini yoki atmosferasini orqasida farqi yo'q, bir xil bo'ladi. Deganim zapaskasini o'rniga tushish kerak deydiganlar, xuddi shunaqa holatda qo'ysa bo'ladi. Agar 48 talik qo'yadigan bo'lsa, bundan ko'ra sal balandroq bo'ladi. Biz 61 litrli balonni tapalag'idan Belorussiyaning balonini qo'yib berdik, чтобы chim qolganlarga qaraganda sal pastroq bo'ladi. Hozirgi holatdagi ko'rinishi bo'ladi. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, xuddi shunday chiroyli qilib montaj qilib joylab berganmiz. Zavodskoy izolentalari bilan birga Ko'nis papirning injektorlari bilan xudo xolasa qilib qo'yib berganmiz. Endi hamma uchun qiziq bo'ladigan savol. 10x mexanika versiyasi 61 litrli propan balon bilan necha kilometr masofa bosib o'tadi? O'zimiz mijozlardan kelib chiqqan holatda aytadigan bo'lsak, bitta zapaska bilan 750 kilometrgacha masofa bosib o'tishligi mumkin bo'ladi. Bu ham mashinaning benzin rasxodiga hamda klientning mashinani haydashiga bog'liq bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol Gazpro servisga tashrif buyuring. Bizning manzil Asaka Andijon yo'nalishida Gulshan yangi yo'lida Mirzo Foto 2 ro'parasida yoki-da yana ham osonroq bo'lishligi uchun shunchaki Yandex kartaga yoki Google kartaga Gazpro deb yozadigan bo'lsanglar, albatta bizning lokatsiyaga kelib chiqadi. Salomat bo'linglar.